Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan birgalikda King Vlogs kanali. Bugungi videoda ya'ni birinchi qismi edi. Bugun ikkinchi qismi MakerBot ochishni sizlarga, ya'ni bugun MakerBot emas, shu MakerBotdagi ichidagi botlarni ochamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Uning uchun ketdik. Uning uchun Telegramga kirib bitiruvga MakerBotcha bot deb qidiramiz va hozir chiqadi do'stlar. Do'stlar mana chiqdi. Sizlarda agarda yo'q bo'lsa kichikcha bilan yozinglar. Menda MakerBotcha bot degandim chiqdi. Mana shu bot. Boshqa fake'larga ishonib qolmanglar mana. Kiramiz. Mana usernamesiga e'tibor beringlar mana. Mana shu bot. Boshqa botlarga ishonib o'tirmanglar. Va startda bosamiz. Mana do'stlar ishladi. Endi botlarni boshqarish kanallarga a'zo bo'lish kerak ekan. Kanallarga a'zo bo'lganimizdan keyin botlarni boshqarish. Va mana chiqdi. Biz ya'ni yangi bot ochishni bosamiz. Va bu yerda biz bepulni ochamiz. Ya'ni bepulni bosamiz. Va nickbot. Mana shu ustiga bosamiz. Va do'stlar biz yangi bot ochishni bosamiz va tekin, ya'ni bepulni ustiga bosamiz. Nickbot mana. Endi esa botni yaratishni bosamiz. Endi esa balans orqali endi botingizni tokenini yuboringiz. Biz esa bitta botni tokenini yuboramiz. Botga o'tish. Endi shunchaki start.